15 dan oshiq 20 talar bo'lishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanida joylashgan maishiy gaz ballonlariga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida 8-iyun kuni tush paytida sodir bo'lgan portlashda rasmiy ma'lumotga ko'ra 6 kishi halok bo'lgan. Norasmiy manbalar esa portlash qurbonlari ancha ko'p bo'lganini aytmoqdalar. Portlash 8-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 13:50 da Chaman MFda joylashgan propan gaz quyish korxonasida sodir bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda portlash juda kuchli bo'lgani va uning to'lqini ancha uzoqda bo'lgan avtomobillarning oynalariga ham shikast yetkazgani ko'rinadi. Ozodlik olgan xabarga ko'ra, yonilg'i to'la 2 ta avtomobil yukini bo'shatayotgan paytda yong'in sodir bo'lib, portlash yuz bergan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2 ta Cobalt, 2 ta gaz tashishga mo'ljallangan avtomobil hamda 2 ta yer ostidagi yonilg'i saqlash rezervuari yonib zararlangan. Ismi sir qolishini so'ragan Chaman MFA turg'unining aytishicha, propan maishiy gaz ballonlariga yonilg'i to'ldirish korxonasi shundoq mahallaning biqinida joylashgani sababli u yerga gaz ballonlariga gaz quydirish uchun kelgan odamlar va bolalar ham bo'lgan. Chaman mahallasiga yaqin, hovli joylarga yaqin. Bizlarda dedi, uyimizda darvozalarimiz, derazalarimizni tashlab berdi dedi. Juda kuchli dedi, to'qim bergan. Cobalt bor ekan, Jetra bor ekan, ya'ni hozir o'zi degani shopirlar, o'sha mashinada bo'lgan shopirlar o'lganlarini aytib faqat 15 dan oshiq 20 talar bo'lishi mumkin. Deyapti ayrimlari kim ana bo'lgani yo'q, kim umuman tizimda yo'qmish ayrimlari. Viloyat gaz ta'minoti korxonasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimining Ozodlikka aytishicha, texnika xavfsizligiga rioya qilinmagani sababli ushbu voqea sodir bo'lgan. Bu joy ham gaz ballon to'ldiriladigan, ham aholiga sotiladigan joy. Shundan kelib chiqilsa, u yerda ancha odam bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha paytda 2 ta katta mashina bir-biriga gaz o'tkazib berayotgan paytda nimadandir uchqun chiqib, ikkalasi ham portlab ketgan. Haydovchi va ishchilar oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilmagan. Ozodlik Koson tumanining Darcha MFda yashovchi ayol va uning bir nafar voyaga yetmagan qiz farzandi portlash qurboni bo'lganini, ayolning eri esa 70% kuyish jarohati olib kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Mahalla faolining aytishicha, bu oila propan gaz balloniga yong'in quydirish uchun u yerga borgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq bu hodisani o'rganish va oqibatlarini bartaraf etish uchun O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligida mas'ul vazirlik va idoralar vakillaridan iborat hukumat komissiyasi tuzilgan. Ozodlik manbalarining iddao qilishicha, qurbonlar soni 20 nafardan ortiq. Rasmiylar esa falokat ko'lamini kichraytirib ko'rsatish uchun uning sonini kamaytirib e'lon qilgan. Ozodlik bu iddaolarga munosabat olish uchun Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Iroda Rasulovaning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Ammo matbuot kotibi qo'ng'iroqlarga javob bermay o'chirib qo'ydi. Bu kabi texnogen falokatlar oqibatida halok bo'lganlar sonini ozaytirib ko'rsatish holatlari O'zbekistonda ko'p bo'lgan. Uy, yondi gaz ekan. 2024-yilning dekabrda Farg'ona shahridagi propan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlashda rasmiylar 3 kishi halok bo'lganini iddao qilgan edi. Ammo Ozodlik suhbatlashgan guvohlar qurbonlar soni 10 dan ortiq ekanligini aytgan. Qashqadaryo viloyatida so'nggi yillarda gaz quyish shoxobchalarida bir necha portlash sodir bo'ldi. O'tgan yilning 16-iyulida Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumani markazida joylashgan propan gaz quyish shoxobchasida kuchli portlash sodir bo'lgan edi. O'shanda ham rasmiylar halok bo'lganlar soni 3 nafar degan, ammo Ozodlik suhbatlashgan ko'kdalaliklarga ko'ra qurbon bo'lganlar soni rasmiy ma'lumotdagidan ancha ko'p ekanligini aytgan edi. So'nggi yillarda O'zbekistonning turli hududlarida gaz quyish shoxobchalarida sodir bo'lgan bir qator portlashlardan keyin ham qurbonlar soni yuzasidan bahslar kuzatilgan edi.
Bu esa texnik xavfsizlikka rioya qilinishi, nazorat tizimi samaradorligi hamda falokatlar haqida jamoatchilikka to'liq va ochiq axborot berish masalalarini yana kun tartibiga chiqarmoqda. Qarshidagi fojia bo'yicha tekshiruv natijalari e'lon qilinmaguncha qurbonlar soni va halokat sabablari haqidagi ko'plab savollar javobsiz qolaveradi. Ozodlik hodisa tafsilotlari va qurbonlar soni haqidagi qarama-qarshi ma'lumotlarni